Marg'ilon shahar ichida Marg'ilon shahri yana bir alohida barpo etildi. Prezidentimiz bizga mustaqilligimiz 35 yiliga bergan katta bir to'yxonalari, tuhvalari deb qabul qildikda, marg'ilonliklar bundan juda ham xursandmiz. Bu yerga kelayotgan sayyohlar, bu yerga kelib madaniy hordiq chiqarib ketyapti. O'quvchilarni bu yerga sayohatga olib kelinsa, har bitta qadamda tariximiz namoyon, Marg'ilon tarixi, O'zbekning tarixi, millatning tarixi namoyon bo'ladi. Har safar kelsa, hattoki xonatlas kiyib kelyapmiz. Nimaga o'zimizni milliyligimizni ko'rsatib, g'ururlanyapmiz. Milliy hunarmandlarimizga bu juda katta imkoniyat bu. Fantanlarimiz endi faxrlanasiz-ku, Toshkentda barpo etilganiga xursand bo'ldikda. Shu darajada bir chiroyli ansambl yaratildiki bu yerda. Buni natijasida hali juda ko'p daryolar suv ichadi. Hali juda ko'p tog'lar yuksaladi. Hali juda ko'p Marg'ilonning yoshlari yangi O'zbekistonni quruvchilari bo'ladi. Qirg'izistondan mashinalar kelib to'xtab, majmuani ko'rashyapti bizdan. Bundan biz juda faxrlanib ketyapmiz. Qirg'izistondan kelgan aylanib maza qilib yuribmiz bola chaqa bilan. O'zbekiston o'z barakali. O'zbekiston yer yurtiga rahmat. Shunday obod yerlarda qilibdir. Молодец. Allah razı olsun. O'zbekistonliklar bor, biz bormiz. O'zbekistonlar tamoqni shirin qiladi, barliq odamlarni suluv qiladi, bar joyidan yaxshi. Молодец. Prezidentga rahmat.